Akalar, ishimiz hozir biroz to'xtab qoldi, chunki mana ishchilarimiz telefon o'ynash bilan band. Ustaxonamizda svet yo'q. Sababi endi nima desam bo'ladi? Mana bu akamiz bo'ladi. O tepadagi. Svet qanaqa ko'rinyapti bilmadim, menga aniq ko'rinib turibdi. Akamiz hozir nima desam bo'ladi? Svetni, ya'ni elektrda to'g'rilash bilan band. Biz bo'lsa maroq bilan uni tomosha qilish bilan o'tiribmiz. Ustalarga endi svet o'chsa, material kelmay qolsa, yo shunaqa ishlar bo'lib qolsa, dam olishga, ishdan charchagan odamga qandaydir bilmadim, yoqimli tuyuladi-yu. Endi puli yo'q odamga qiyin bo'ladi u, to'g'ri. To'g'ri tushunamiz endi buni. Sog' bo'lasizlar aka.